Biz uchun albatta Turkiston so'zi bu tabarruk so'z. Bizi o'tmishimiz bilan bog'liq va qaysidir ma'noda bizni xalqimiz armoni bilan ham bog'liq deyishimiz mumkin. Bu 1920-yil Samarqandga tashrif buyuradi. 23 yoshli yigitcha. Va ana shu davrda u bizga ma'lumki islom dinini qabul qildi. Yo'q, bu yerda yarim joy odamlar yashamagan, aksincha bu yerda yuksak madaniyat, yuksak sivilizatsiya namunalari, merosi mavjud bo'lgan, xalq istiqomat qilgan. Nima uchun o'sha paytda Georgiy Nikitinning Navoiysi qabul qilinmadi? Qaydalov grafikada ishlangan portreti keyinchalik namuna sifatida qabul qilingan. Avangard ustalar monumental dekorativ uslub ishlab chiqishga harakat qilishgan. Retrospektivizmda biz mumtoz an'analarga murojaatda ko'ramiz. Binkov impressionizmini kuzatamiz. Ya'ni turli o'ziga xos izlanishlar bor. Bu fransuz tilidan olingan. Avangard bilamiz, bu harbiy ishda keng qo'llanilgan, ya'ni oldingi ilg'or qism askarlariga nisbatan qo'llanilgan tushuncha hisoblanadi. Pavel Binkov, Zoya Kovalevskaya, ya'ni boshqa rassomlarning ham ishlari kiritilgan, ya'ni impressionizm, realizm bilan bog'liq. Ya'ni qorishuv bor edi bu ko'rgazmaning o'zida. Masalan, o'sha Turkiston avangardining eng mashhur namoyandasi Aleksandr Volk. U O'zbekistonda tug'ilib o'sgan. Savitskiy o'z davri uchun noyob bo'lgan ko'plab ishlarni muzeyda to'plashga erishdi. O'zbek kim bo'lgan degan savolga agar javob beradigan bo'lsak, marhamat, Rahim Ahmedov portretlarini tomosha qiling. Ro'zi Choriyeva portretlarini mana o'zbek. Xo'p, barchaga assalomu alaykum. Katta va kichik ekranlaringizda Qurultoy ilmiy ma'rifiy, ilmiy ommabop podkasti biz takroran tarix bobidan va san'at bobidan so'z ochish maqsadida o'tuvimizda to'plandik. Bugun biz ko'pincha Turkiston avangardi deb ataladigan hodisani G'arb modernizmi va Markaziy Osiyoning mahalliy badiiy an'analari tutashgan joyda paydo bo'lgan tasviriy san'at qatlamini tahlil qilamiz. Toshkent va Samarqandda ijod etgan rassomlar Aleksandr Volkov, Usto Mo'min, Mixail Kurzin, Viktor Yufimtsev, O'rol Tansiqboyev va boshqalar, shuningdek Yangi Sharq ustalari to'garagi haqida so'z yuritamiz. Ko'pchilikka ma'lum 1921-yilda Toshkentga avangardcha rassomlar Kandinsky, Popova, Rodchenko va boshqalarning asarlari to'plami yetib keladi va tabiiyki bu mahalliy ijodkorlar uchun o'ziga xos yo'l yo'riq bo'ladi. Bugungi kunda bu merosga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda va so'zimizning isboti sifatida qator ko'rgazmalarni, qator albomlarni biz dalil sifatida keltirishimiz mumkin. Lekin shu bilan birga Turkiston avangardi atamasi bahsli bo'lib qolmoqda. Tadqiqotchilar ko'pincha turli xil hodisalarni sun'iy ravishda birlashtirish tarixshunoslikda chalkashliklar keltirib chiqarishi haqida ogohlantirmoqda. Xo'sh, Turkiston avangardi qanchalik muvaffaqiyatli ta'rif va qanchalik to'g'ri talqin qilinmoqda? Bu ta'rifda ko'proq afsona yoki haqiqatlar mujassammi? Aynan mana shu savollarga javob izlab topish maqsadida biz o'tuvimizga san'atshunos olim Aziz aka Imomovni da'vat etdik. Ustoz, xush kelibsiz. Sizni Qurultoy loyihasida ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz va nazarimda bevosita Turkiston avangardi tushunchasini tahlil qilishdan oldin tinglovchilarimizga umuman olganda avangard yo'nalish haqida bir qandaydir ma'lumot berib olsak-da, keyin suhbatimizni davom ettirsak. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum. Hurmatli podkast tinglovchilari. To'g'ri boshladingiz, Nodirbek. Haqiqatan Turkiston avangardi haqida gapirishdan oldin avvalo avangard o'zi nima va bu atamani mazmuniga oz bo'lsa ham e'tibor qaratish lozim. Nima sababdan? Chunki san'atshunoslikda ham ma'lum bir juda katta bo'lmasa ham bahslar mavjud. Avangard o'zi nima? Ko'p holatlarda avangardni modernizm tushunchasini, ya'ni modernizm oqimlarini bir sinonim sifatida ham qo'llashadi. Ya'ni bir muqobil varianti. Lekin bir qancha olimlar bor,
xorijlik olimlar avangard modernizmdan ma'lum bir farqlari mavjudligini qayd etishadi. Bu farqlar birinchi navbatda o'sha tushunchani ma'nosiga e'tibor qaratgan bo'lsak, bu fransuz tilidan olingan. Avangard bilamiz, bu harbiy ishda keng qo'llanilgan, ya'ni oldingi ilg'or qism askarlariga nisbatan qo'llanilgan tushuncha hisoblanadi va san'atda ham bu ilg'or oqim vakillari, ya'ni ko'p holatlarda radikal qarashlarga ega, an'anaviy yondashuvlarni sindirishga intilgan modernizm oqim vakillariga ishlatiladi. Ya'ni modernizm oqimlari juda ko'p, ularning yondashuvlari har xil va shu bilan birga ana shu oqim vakillarining orasida radikal, ya'ni butunlay yangi shakllarni, yangi yondashuvlarni tatbiq etishga qaratilgan izlanishlarni olib borgan rassomlarga keng qo'llanilgan va modernizm bilan uyg'unlikka ega albatta. Lekin shu bilan birga, masalan, agar biz rus san'ati misolini oladigan bo'lsak, 17-yillik inqilob voqealari bilan ham bevosita bog'liq, ya'ni o'sha eskilikka qarshi kurash, o'tmishga qarshi kurashni ma'lum ma'nodagi ifodasiga aylangan. Va yana bir boshqa qarashlarim borki, avangard bu modernizm bilan uyg'un. Ya'ni modernizm o'zi sinonimi, faqat ayrim ma'lum darajada farqlanadigan qarashlar bor. Endi Turkiston avangardi misolida oladigan bo'lsak, albatta bu juda katta mushohadani talab etuvchi tushuncha hisoblanadi, chunki aytganimdek, modernizm oqimlari bor va ularning tarkibiga kiruvchi ijodkorlarning har birini o'zini yondashuvlari, o'zini qarashlari bor. Ana shundan kelib chiqib turib biz ularning hammasini ham avangardist, ya'ni avangard ustasi deb atolmaymiz. O'zi zotan mana shu Turkiston avangardi deya bu yo'nalishdagi tasviriy san'at namunalarini atash jarayoni qachon boshlandi? Ya'ni kim birinchi bo'lib bu atamani qo'lladi? Bu juda qiziq tarixga ega. Turkiston avangardi degan tushuncha 2009-yilda Moskvadagi Sharq muzeyida bo'lib o'tgan ko'rgazmani nomi hisoblanadi aslida. Bu ko'rgazma nimaga bag'ishlangan? Bu ko'rgazma O'zbekistonda ijod qilgan 20-30-yillarda, 1920-30-yillarda ijod qilgan rassomlar Aleksandr Volkov, Usta Mo'min, Mixail Kurzin va bir qator rassomlarning ijodiga bag'ishlangan ko'rgazmaga berilgan nom edi. Albatta bu o'rinda bir jihat hisobga olish kerak, bu ilmiy nom emasdi. Ya'ni har qanaqa ko'rgazma, biror tadbirni o'ziga jalb qilish uchun bir nom o'ylab topilishi kerak bo'lgan va shu jihatdan bu ko'rinib turgan ediki, aniqdiki bu yerda e'tibor tortish maqsadi bo'lgan. Ikkinchi tomondan bu yerda men o'ylaymanki, balki Rossiya san'atshunosligida yoki Rossiya ziyolilarida bo'lgan qarash bordi. Masalan, Turkiston seriyasi bor Vasiliy Verishagindan. Va shunaqa Turkiston albomi, ya'ni bizning mintaqamizda ana Turkiston nomi bilan atab umumlashtirishga bo'lgan intilish bo'lgan. Ana shu qarashlarni balki ta'sirida ana shu nom kelib chiqadi va o'sha ko'rgazmani o'zida yo'q, bu nomga qarama-qarshi ishlar ham o'rin olganini kuzatish mumkin edi. Masalan, o'sha avangardga hech qanday aloqasi yo'q bo'lgan Pavel Benkov, Zoya Kovalevskaya, ya'ni boshqa rassomlarning ham ishlari kiritilgan, impressionizm, realizm bilan bog'liq, ya'ni qorishuv bor edi bu ko'rgazmani o'zida yo'q. Lekin yana ham aytganimdek, bu ko'rgazmada qandaydir ilmiy konsepsiya yoki ilgari surilmagani uchun ham bu masalaga qattiq e'tibor berilmagan. Lekin buni qarangki, o'sha Turkiston avangardi haqidagi afsona aynan shu ko'rgazmadan keyin avj olishni boshlaydi. Va eng ajablanarli jihati 2014-yilda e'lon qilingan Rus avangardi ensiklopediyasida ham bu atama kutilmaganda paydo bo'ladi. Ya'ni ilmiy jihatdan muhokama qilinmagan, jiddiy tahlil qilinmagan bir atama o'sha Rus avangardi ensiklopediyasidan ham o'rin oladi va u yerda xuddi shunday fikr bildiriladiki, Turkiston avangardi bu O'rta Osiyoda ijod qilgan rus rassomlari, ya'ni modernist rus rassomlarining o'sha mahalliy xalq san'atidagi an'analar, milliy an'analardan uyg'unlashtirgan holda yaratilgan o'ziga xos san'at deb baho beriladi va yuqorida biz sanab o'tgan rassomlarni ijodi sanab o'tiladi. Mana shunday qilib bu atamaga bo'lgan qiziqish kuchayib boradi. Albatta bunda Nukusdagi o'sha
Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyini ham roli katta bo'ldi. Bu muzey o'sha bizga ma'lum o'zini avangard kolleksiyasi bilan dunyoga mashhur va 90-yillardan boshlab, o'tgan asr 90-yillardan boshlab bu kolleksiyaga bo'lgan qiziqish kuchayib boradi. Va aynan Turkiston avangardi deganda hozirgi kunda aynan shu Savitskiy muzeyi kolleksiyasi ko'pchilikni ko'z oldida keladi va o'sha kolleksiyada saqlangan ko'pgina asarlar hozirda o'sha aynan Turkiston avangardining yorqin namunalari sifatida qabul qilinadi. Va shu natijasida keyinchalik mana so'nggi yillarda 2013-yilda Pushkin muzeyida, shuningdek O'zbekistonda ham Turkiston avangardi bilan bog'liq bir qancha ko'rgazmalar tashkil qilindi. Lekin yana ham yuqorida aytganimdek, bu atamaning bir qancha bahsli tomonlari bor. Birinchi bahsli jihati shundaki, biz uchun albatta Turkiston so'zi bu tabarruk so'z. Bizi o'tmishimiz bilan bog'liq va qaysidir ma'noda bizni xalqimiz armoni bilan ham bog'liq deyishimiz mumkin. Lekin shu bilan birga gap 20-30-yillar haqida ketar ekan, bu yerda biz O'zbekiston Respublikasi tashkil topishi bilan bog'liq jarayon va bu Turkiston avangardi tarkibiga kiruvchi aksar rassomlar O'zbekistonda ijod qilgan rassomlar hisoblanadi. Birgina rassom bor, Ruvin Mazil degan, Turkmanistonda ijod qilgan. U ham uzoq muddat Turkmanistonda ijod qilmagan. Qolgan hamma vakillari O'zbekiston rassomlari hisoblanadi. O'sha davrda 30-yillarda tashkil qilingan ko'pgina ko'rgazmalarda ham O'zbekiston rassomlari sifatida ishtirok etishgan. Shu nuqtai nazardan ana shu birinchi navbatda hududiy yondashuvda bu atamada bahsli tomoni bor. Ya'ni Turkiston emas, O'zbekiston rassomlari haqida gap ketyapti, lekin uni umumlashtirishga bo'lgan intilish bor. Bu birinchi bahsli tomoni bu atamani. Keyingi bahsli tomoni bu avangard bilan bog'liq. Yuqorida aytganimdek, avangard masalan bu inqilobiy, radikal bir izlanishlarni o'zida aks ettiruvchi badiiy oqimlarni o'z ichiga olar ekan, birinchi navbatda masalan Turkiston avangardi qayerdan paydo bo'ldi, qayerdan kirib keldi bu bizga degan savol uyg'onadi. Chunki Markaziy Osiyo hududi, xususan o'sha hozirgi O'zbekiston hududi Chor Rossiyasining tarkibida hali avangard oqimlari kirib kelish uchun ma'lum bir sharoit bor edi deb ayta olmaymiz. Albatta bu yerda mahalliy rassomlar mavjud bo'lgan, rus rassomlari ijod qilgan, lekin aynan 1917-yildagi oktyabr inqilobidan keyin albatta o'sha rus avangardini vakillari, o'sha rus avangardini ta'sirida izlanish olib borgan bir qator rassomlar Turkistonga kirib kelishni boshladi. Lekin shu bilan birga nimagadir ko'pchilik bir jihatga e'tibor qaratmaydi. Masalan, o'sha Turkiston avangardining eng mashhur namoyandasi Aleksandr Volkov. U O'zbekistonda tug'ilib o'sgan. Marg'ilonda tug'ilib o'sgan, ya'ni yangi Marg'ilon, bu hozirgi Farg'ona shahrida tug'ilib o'sgan, shu yerda katta bo'lgan, O'zbekistonni o'zini ona vatani deb hisoblagan rassom hisoblangan va keyinchalik Sankt-Peterburg, Kiyevda ta'lim oladi va yana qaytib O'zbekistonga qaytadi. Ya'ni shunaqa holatlar borki, biz har doim ham buni bir inqilob eksperti deb ayta olmaymiz. O'zimizda ham mahalliy rassomlar bo'lgan, albatta ularning soni ko'p bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin shunga qaramay bu masala ham albatta jiddiy mushohadani talab etadi. Hozir to'g'ri tushungan bo'lsam, avangard degan rassomchilikda yo'nalish bor, o'zini uslub, o'ziga xos jihatlari bor. Sovet davrida Turkiston avangardi deb birlashtirilgan o'sha san'at asarlari aslida faqat avangard emas, turli uslublarga mansub va ko'proq mavzu bilan bir-biriga bog'lanyapti. Ya'ni rus rassomlarini Turkiston haqidagi ijodlari shunaqa bir birlashib qolgan. Ya'ni aniq uslubdan ko'ra bu yoqda mavzu orqali bir klishe nom bo'lib qolgan. Shunaqa deyishimiz ham mumkin. Endi Turkiston avangard degan tushuncha, ya'ni sovet san'atshunosligida qo'llanilmagan. Umuman avangard degan tushunchani qo'llash mumkin bo'lmagan, chunki biz bilamiz, o'sha sovet san'atshunosligi ideologiyasi g'arb modernizmi, avangard oqimlariga qarama-qarshi bo'lgan. Keyingi yillar davomida. Ammo inqilobning dastlabki yillari bu oqimlar qo'llab-quvvatlangan.
Dastlabki yillarda o'zi hamma sohada boshqacharoq Rus avangardini masalan o'zini davriy chegarasi bor. 1910-20 yillar hisoblanadi. Mana shu 20-yillarning oxiriga kelib rus avangardi asta-sekin so'nib boradi. Turkiston avangardining davriy chegarasi esa 1920-1930 yillar belgilanadi. Endi albatta 20-30 yillarda hech kim buni Turkiston avangardi deb atamagan. Bu qo'llanilmagan. 1930 yillarda albatta ikkinchi yarmida o'sha Stalin repressiyalar davrining kuchayishi, o'sha mafkuraviy bosim davrida bularni formal izlanishlar deb shunchaki umumlashtirish holati bo'lgan. Formalizm deb jiddiy tanqidga olingan. Faqatgina 1960-yillarda iliqlashuv davriga kelib avangard so'zi umuman qo'llanilishi boshlangan, umuman sovet san'atiga nisbatan. O'sha 1910-20 yillar san'atiga bu albatta dastlab xorijlik mutaxassislarni ilmiy izlanishlarda ko'zga tashlanadi. Eng qizig'i aynan shu 1960-yillarning oxirida Moskvada o'sha Savitskiy har bir paytda hayot bo'lgan va o'sha Nukus muzeyini ko'rgazmalari bo'lib o'tadi va ana shu ko'rgazmalar jarayonida avangard kolleksiyasi ham namoyish etiladi. Ana shu davrdan boshlab ma'lum bir qiziqish paydo bo'lishi boshlaydi va birinchi o'sha mashhur rus san'atshunoslardan biri Vasiliy Rakitin bu 1920-30 yillarda O'zbekistonda ijod qilgan rassomlar haqiga bag'ishlangan maqola yozadi va u yerda o'sha avangard tushunchasini qo'llaydi. Lekin bu yerda ham Turkiston avangard haqida ketmaydi. Maqolaning o'zi nomi ham O'zbekiston 1920-30 yillar O'zbekiston rang tasvir deb nomlanadi. Endi avangardni qo'llanishi umuman aytaylik o'sha Nukus muzeyidagi kolleksiyaga nisbatan qo'llanilish albatta 80-yillar oxiri 90-yillar boshida qo'llanilishi boshladi. Ya'ni ham bu yerda ham Turkiston avangardi haqida gap ketmagan. O'sha atama ko'proq 2009-yildagi ko'rgazmadan keyin kutilmaganda avj olib va hozirgi kunda ham keng qo'llanishda davom etmoqda. Endi buni bahsli taraplari nimadan iborat? Birinchidan, nima uchun biz buni Turkiston avangardi deyishimiz kerak agar bu yerda ijod qilgan rassom asosiy qismi o'zbekistonlik rassomlar bo'lsa? Nima uchun biz uni O'zbekiston avangardi demasligimiz kerak? Nimaga umumlashtirishimiz kerak? Nimaga o'zimizdan qandaydir soqit qilishimiz kerak uni? Mani nazarimda buni hech ikkilanmay O'zbekiston avangardi deyish lozim. Nima uchun? Chunki bu rassomlarning hammasi O'zbekistonda ijod qilgan. To'g'ri, ba'zilari keyinchalik Rossiyaga qaytgan, ba'zilari qatag'onga uchragan, ba'zilari halok bo'lgan. Albatta ularning taqdiri juda alohida mavzu. Lekin shu bilan birga ular ko'pchiligi o'zini ijodini eng rivojlangan davri, eng yorqin davri O'zbekiston bilan bog'liq ekanligini qayd etish kerak. Shu jihatdan buni albatta O'zbekiston avangard deyish kerak. Bu bitta masala. Ikkinchi jihat, mana hozirgi kundagi muammo bu butun 1920-30 yillardagi badiiy jarayonni Turkiston avangardining ichiga kiritib yuborish holatlari. Masalan, agar manbalarga murojaat qilsangiz, o'sha Turkiston avangardi namoyandalari Aleksandr Volker, Usto Mo'min uchraydi va Usto Mo'min ijodini agar diqqat bilan o'rgansak, biz u yerda avangardni uchratmaymiz. Umuman. Albatta u o'sha avangard oqimlari rivojlangan davrda ijod qilgan. Qandaydir ma'lumotlar borki, Kazimir Malevichni ustaxonasida ham qanaqadir muddat faoliyat yuritgani haqida ham ma'lumotlar uchraydi. Lekin u 1920-yil Samarqandga tashrif buyuradi. 23 yoshli yigitcha. Va ana shu davrda u bizga ma'lumki islom dinini qabul qiladi. O'zining ismi nima edi? Aleksandr Nikolayev. Bu islom dinini qabul, Usto Mo'min ismini oladi. Va o'zbek tilida mukammal gaplasha boshlaydi. Umuman o'zbek tili, madaniyat o'sha mahalliy xalq bilan qorishib ketadi deyish mumkin. Va bu biz uni ijodiga e'tibor qaratgan bo'lsak, masalan, bu yerda Sharq miniatyurasi, Yevropa Renessans san'ati, shuningdek turli o'sha mumtoz an'analarning o'zaro uyg'unligi aks etadi. Bu ko'proq retrospektivizmga xos. Endi Usto Mo'min ham tasodifan bu retrospektivizmga murojaat qilgani yo'q. 1920-yillarda biz ma'lumki Samarqandda Mirzo Ulug'bek
madrasasini minorasi qurishni boshlaydi. Ya'ni og'ib qulash arafasida turadi. Ana shu jarayonda Samarqandda shu davrda o'sha minorani restavratsiya qilish, tiklash bo'yicha qo'mita tuziladi. Ana shu qo'mita tarkibida rassomlar sho'basi tashkil etilib, ko'plab Moskvadan, Peterburgdan taniqli rassomlar taklif etiladi. Ularning orasida masalan Stepanovdan kabi rassomlar bo'lgan, Daniel Stepanov va boshqa ko'plab mashhur rassomlar bo'lgan, shunchaki safar uyushtirgan, Samarqandga kelgan. Va ana shularning ta'sirida usta Mo'min o'sha o'zini sharq an'analari, g'arb mumtoz san'ati bilan uyg'un bo'lgan kartinalarni yaratadi. Bu ishlar albatta juda qisqa davr oralig'ida yaratiladi. Keyinchalik 20-yillarning ikkinchi yarmida Toshkentga ko'chib keladi va 30-yillarda uni 32-yil hibsga olishadi va hokazo muammolarga duch keladi. Lekin usta Mo'minni agar biz ijodini diqqat bilan o'rgansak, u yerda avangardni biz uchratmaymiz. Xuddi shunday holatda aytaylik, Agnes Tetvasyan degan rassom ijodini ham kuzatishimiz mumkin. Bu rassom ham o'sha davrda Samarqandda ijod qiladi. U ham miniatyura bilan ustida izlanish olib boradi, ya'ni o'sha rang ta'sirdagi miniatyuralarni bir uyg'unlashtirib, o'ziga xos uslubini ishlab chiqishga harakat qiladi. Lekin agar biz uni avangard talablari nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, albatta biz u yerda qandaydir inqilobiy yoki murakkab, o'ziga xos formal izlanishlarni kuzatmaymiz. Yana ham bu o'sha Turkiston avangardi afsonasini tarkibiga uni ishirishga harakat qilish bilan bog'liq jarayonda kiritilgan rassomlar hisoblanadi. Balki ularning ijodini ayrim qismlarida avangard izlanishlarning ta'siri kuzatilishi mumkin. Lekin bu narsa ularni avangard ustalari sifatida ta'rif qilish imkonini bermaydi deb hisoblayman. Ularning orasida albatta eng yorqin namoyandasi Aleksandr Volk hisoblanadi. Avangard ustasi hisoblanadi. O'sha biz bilgan mashhur asari Anor rang choyxona. O'sha kubofuturistik uslubda hal qilingan asar. Lekin agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu asar 1924-yilda yaratilgandan keyin 20-yillarning ikkinchi yarmiga kelib rassom ijodi butunlay burilish yuz beradi. Undan keyingi ijod, 30-yillardagi ijodini biz avangardni bir yorqin namunasi deb atolmaymiz. Keskin o'zgarish. Mana shu narsalar albatta san'atshunoslik nuqtai nazaridan o'rganilmagan, jiddiy uslubiy jihatdan ham bor. Qanchalik bu avangard oqimlarga mos keladi. Albatta bu yerda avangard ta'siri bo'lgan. Masalan, O'rol Tansiqboyev, birinchi mahalliy rassom. Uni ijodida biz turli modernizm oqimlarining ta'sirini ko'rishimiz. Primitivizm, ekspressionizm, kubizm. Bularning hammasi bu rassomlar uchun, u yosh rassom uchun albatta o'ziga xos tajriba maydoni sifatida xizmat qilgan. Bu rassomlar ko'p holatlarda buni tan olish kerak, mukammal badiiy ta'lim olish imkoniga ega emasdi. Ya'ni bu paytda hali oliy ta'lim muassasalari yo'q edi san'at bilan bog'liq. Ko'pchiligi o'sha studiyalarda yoki bir rassomlik bilim uylarida ta'lim olishgan. Ana shu nuqtai nazardan ularning ko'p qismida hali akademik o'sha ta'lim ko'nikmalari shakllanmagan. Shunga qaramay, hayratlanarli jihati shundaki, bu rassomlar nihoyatda jadallik bilan izlanish olib borishadi va ana shu akademik ta'limlarga ega bo'lmay turib ham juda samarali ijod olib borishadi. Ana shu jihatda masalan bu yerda juda ko'p namoyandalarni kiritiladi hozirgi Turkiston avangardlariga, lekin agar jiddiy o'rganib o'sha elakdan o'tkazishni boshlasak, ularning ko'pchiligi avangardga mos kelmaydi yoki qismangina avangard bilan shug'ullangan bo'lib chiqadi. Bu narsa albatta hozirgi ko'rgazmalar, albomlarda inobatga olinayotgani yo'q. Yana ham aytganimdek, o'sha ekzotik Turkiston avangardi degan nom ko'pchilikka ma'qul tushdi, qandaydir ma'noda ko'pchilikka yoqyapti, lekin uni ostida biz bitta narsani aytish kerakki, post kolonial deyiladi, ya'ni post mustamlaka davriga xos o'sha ideologiyasiga xos qarash ham borligini unutmaslik kerak. Ya'ni haligacha o'sha yondashuv saqlanishda davom etyapti bizni san'atimizga, bizni mintaqamizga nisbatan. O'zi shu savol kelib turuvdi. Bir orientalizmni bir qismi deb baholasak bo'ladimi? Ya'ni g'arbdan sharqqa bir boshqacha qarash, orientalizm ruslarni mintaqaga bir
romantik qanaqadir yondashuvini bir qismiga o'xshatdimda bu. Sirli yovvoyi Ha. o'lka. Ha, o'sha avangard deb atalishini ozgina romantika qo'sh. Bu orientalizm albatta kuchli ta'siri bor. To'g'ri qayd etdingiz. Albatta rus rassomlari uchun Markaziy Osiyo mintaqasi, albatta ayniqsa o'sha avangard ustalari uchun bu o'ziga xos katta bir yangi dunyo edi. Va avvalo bizni tabiatimiz, shu bilan birga an'analarimiz, boy madaniyatimiz, arxitektura birinchi navbatda albatta bu rassomlarga juda katta ta'sir ko'rsatgan. Lekin bu o'rinda mana har xil qiyoslashlar bor. Men yaqinda bir manbada o'qiganimda shu rus rassomlarini Gagenga o'xshatishyapti-da. Xuddi Gagen Taiti oroliga borib, o'sha yarim yalang'och odamlarni ko'rib, ulardan ilhom olib, o'sha ekzotikani ko'rib, natijada o'zini ijodini boshlagan degan shu rus rassomlarga qiyoslayapti va menda e'tiroz uyg'ondi. Bu ham yana o'sha kolonial dunyoqarash bilan bog'liqda. Yo'q, bu yerda yarim yalang'och odamlar yashamagan. Aksincha bu yerda yuksak madaniyat, yuksak sivilizatsiya namunalari, merosi mavjud bo'lgan, xalq istiqomat qilgan va bu narsani bu rassomlar juda yaxshi his qilgan. Shu usta mo'min ijodida biz buni juda yaxshi ko'rishimiz mumkin. Ya'ni chuqurlashish imkoni bo'lgan. Xuddi shunday o'sha Aleksandr Volkov ijodiga ham e'tibor qilgan. U yerda Gagenning yarim yalang'och ayollar yoki yovvoyi qanaqadir yovvoyi go'zallik yo'q. U yerda o'sha anorang choyxonani olamizmi yoki keyingi davrda yaratilgan ishlarning hammasida o'ziga xos madaniyatga, o'ziga xos urf-odatlarga, an'analarga ega bo'lgan xalqi hayoti ko'rsatilgan. Albatta bu narsa ularni ilhomlantirgan, ruhlantirilgan va bu narsa albatta ma'lum bir bosqichlarga bo'linishini ham aytish kerak. Mana shu orientalizmga ta'siri ko'proq 1920-yillarda yaxshi ko'zga tashlanadi. 1930-yillarga kelib albatta ideologiya asta-sekin o'zgarishi boshlaydi. Masalan, 20-yillarda rus avangardi deyarli so'ngan bo'lsa, bizda bu izlanishlar hali saqlanishda davom etadi, lekin asta-sekin o'sha sovet mafkurasi o'zini ta'sirini o'tkazisha boshlaydi. Va 1930-yillarda tashkil topgan yangi sharq ustalari, Volkov brigadasi jamoa a'zolariga e'tibor qaratsak ijodiga, zamondosh obrazlari paydo bo'ladi. Davr qahramonlari paydo bo'ladi. Albatta ularning hammasi umumlashtirilgan obrazlar. Biz u yerda individual yoki realistik talqinlarni ko'rmaymiz. Ko'p holatlarda bu umumlashtirilgan, monumental xarakterga ega bo'lgan sharq odamlarining obrazlari hisoblanadi. Masalan, misol sifatida o'sha Aleksandr Volkov va kolxozchi portreti bor, ketmon ushlagan. Mana shu aytamizku, sovet davrida ketmon ushlagan kolxozchi ikonografiyasi qayerdan paydo? Birinchi bo'lib Aleksandr Volkov ijodida shu ishlab chiqilgan va keyinchalik ko'p rassomlar o'zini shu ikonografiyani o'zlashtirishgan. Bu yerda bir qiziq jihat bor. Zamondosh obrazlar haqida ketganda, u yerda o'sha davrda 20-30-yillarda Turkistonda ozodlik harakati vakillari, bu davrda ularni bosmachilar deb atashgan, qurboshilarning obrazlari ham bor. O'sha Aleksey Podkovyrov degan rassomning qo'rboshi portreti bor. Bosh portret monumental, shunda bosh qismi tasvirlangan. Men o'zim tadqiqot jarayonida 1920-30-yillar O'zbekiston rayontasida portretlarning shakllanish xususiyatlarini o'rganish jarayonida shu portret e'tiborimni tortdi. Umumlashtirilgan portret. U yerda masalan odatda portretning nomi bo'ladi, shaxsiylashtirish. Shaxsi yo'q. Shaxsi yo'q, shunchaki qo'rbosh portret. Lekin yuz qiyofasiga o'rganish jarayonida menda har doim nimagadir Ibrohim Qo'rboshini fotolari bilan qandaydir yaqinlik ko'zga tashlanishi boshladi. Albatta bu meni taxminim, lekin o'sha fotolarni olib solishtirish jarayonida ko'rdimki, bu Ibrohim Qo'rboshining o'xshaydi. Prototipi asosida yaratilgan portret ekanligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki yuzlari juda oriq, bir ozg'inchadan kelgan odam tasvirlangan. Ana shu jihat e'tiborimni tortdi. Demak, o'sha Volkov va kolxozchi portretini ham real prototipi bor, fotolari bor. Ya'ni qanchalik bu umumlashtirilgan yoki bir umumiy obrazlar sifatida talqin qilingan ham real odamlar portretlar hisoblanadi. Va bunday asarlar, albatta qiziqarli asarlar juda ko'p 30-yillarda. Lekin aytib o'tganimdek, asta-sekin bu davrda o'sha mafkurani ta'siri kuchayib boradi va
1930-yillar ikkinchi yarmiga kelib, albatta Qatag'on davrida bu izlanishlar tezda bo'g'iladi. Mhm. Ustoz qarang, shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Mana bevosita biz avangard deganimizda yoki deylik O'zbekiston san'atiga xos bo'lgan avangard deganimizda xayolimizga birinchi keladigan narsa bu va ism to'g'riroq bu tabiiyki Savitskiy bo'ladi. Bevosita avangardni, ya'ni mahalliy avangardni Savitskiyning to'plami bilan bog'lash qay darajada to'g'ri? Chunki agarda biz Savitskiy to'plagan o'sha demak kolleksiyaga nazar soladigan bo'lsak, u yerda nafaqat deylik rang tasvir namunalari, balki amaliy san'at namunalari ham ko'zga tashlanadi. Bu qanchalik to'g'ri? Bilasizmi, Igor Savitskiyni katta xizmati shunda bo'ldiki, o'sha 1960-yillarda Nukusda muzey tashkil qilish jarayonida ana shu 1920-30-yillarga oid ishlarni jamlashga harakat qildi. O'zbekiston rassomlari shuningdek rus avangardi namunalarini xarid qilib o'sha muzeyda to'plashni boshladi. Va ana shu jarayonda albatta e'tiborga loyiq bo'lgan eng qiziqarli, eng yorqin ishlarni jamlab olishga erishadi. Ko'p holatlarda bu o'zini shaxsiy inisiativasi, shaxsiy istagi bilan amalga oshirilgani uchun ham o'tgan yillar davomida u juda katta o'ziga xos boy ishlarni jamlashga erishgan. Bu jihatdan biz albatta Igor Savitskiydan juda minnatdor bo'lishimiz kerak. Lekin Igor Savitskiyning asosiy xizmati to'plash bilan bog'liq, ya'ni kolleksiyani shakllantirish bilan bog'liq bo'ldi. Endi uni targ'ibi, uni dunyoga mashhur qilish jarayoni keyingi davrda ko'proq Marinika Bobonazarova faoliyati bilan bog'liq hisoblanadi. Endi shu sababli ham bu kolleksiya, ya'ni Marinika Bobonazarova davrida dunyoga mashhurlikka erishdi, ya'ni keng targ'ib qilindi. Bu ham albatta o'sha muzey xodimlarining xizmati hisoblanadi. Ammo to'g'ri qayd etyapsiz, O'zbekistonning boshqa muzeylarida, xususan O'zbekiston Davlat san'at muzeyida ham O'zbekiston avangardiga oid bo'lgan ishlar, ajoyib ishlar bor, ko'plab. Ana ularni nima uchundir ko'p holatlarda esdan chiqariladi yoki inobatga olinmay qoladi. To'g'ri aytganingizdek, ko'p holatlarda e'tibor, fokus aynan Savitskiy muzeyiga qaratiladi. Bu to'g'ri, chunki bu muzey bu asarlarni mashhur qildi, lekin shu bilan birga biz aynan O'zbekiston avangardiga oid boshqa muzeylarda ham ko'plab asarlar borligi, nafaqat O'zbekiston muzeylarida, Rossiya muzeylarida borligini ham alohida qayd etishimiz kerak, ularni tadqiq etishimiz kerak. Ikkinchi jihati borki, bu asarlarni namoyish etish, O'zbekistonga olib kelish, ko'rgazmalar tashkil qilish ham muhim jihat hisoblanadi. Mana Savitskiy ijodini Savitskiy to'plagan san'at asari namunalarini targ'ib qilish olib borildi dedingiz. Endi menda shunaqa savol tug'ilyaptiki, faqatgina targ'ib qilingani uchun mashhurmi yoki rostdan noyob kolleksiya ham boshqa dunyoda yo'qmi? Albatta bu noyobligiga hech shubha yo'q. Nima sababdan? Birinchidan, Sovet davrida avangard namunalari va avangard bilan bog'liq ko'pgina izlanishlarga albatta tanqidiy qarash bo'lgan. Ularni tan olmaslik, namoyish etmaslikka intilish bo'lgani uchun ham Savitskiy o'z davri uchun noyob bo'lgan ko'plab ishlarni muzeyda to'plashga erishdi. Bu narsa albatta bunga qo'l keldi, lekin boshqa tomondan olib qaraganimizda albatta bu yerda targ'ibotning ham kuchi bor. Ya'ni bu muzey o'sha kataloglar, ko'rgazmalar tashkil qilishi, xalqaro loyihalarda ustida ish olib borilishi, muzey saytini ishlab chiqarilishi, o'sha ko'pgina asarlarning raqamlashtirilishi, bular hammasi albatta katta ta'sir qildi. Xususan o'sha 2017-yili Pushkin muzeyida bo'lib o'tgan ko'rgazma, yana bir marta bu Nukus xazinasida nomlangan ko'rgazma, yana bir marta bu Savitskiy to'plamini yanada mashhur qildi. Shu bilan birga 2023-yilda o'tkazilgan Toshkentda ko'rgazma, bularning barchasi albatta muzeyga bo'lgan e'tiborni kuchaytirdi. Endi nima uchun shu e'tibor boshqa O'zbekiston san'at muzeyida yo'q? Buning sababi birinchi navbatda bu muzey xazinasida saqlanayotgan O'zbekiston avangardi namunalarini jiddiy o'rganilmagani va ko'p holatlarda ularni namoyish etish masalasiga jiddiy yondashilmagani bilan bog'liq. Ya'ni boshqa kolleksiyalarni nazarda tutyapsiz. Albatta, ha. Bu avvalo endi O'zbekiston san'at muzeyi bilan bog'liq. Nima sababdan? Chunki bu yerda haqiqatan ko'plab
20-30 yillarda ijod qilgan rassomlarning ishlari bor. Lekin afsuski, ularni namoyish etish, targ'ib etish masalasi yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Ikkinchi yana bir jiddiy muammo, xo'p, muzeylar bu asarlarni namoyish qilib, dunyoga mashhur qilgani yaxshi, lekin ayni paytda muzey faoliyati faqat targ'ib etish, namoyish qilish bilan cheklanish kerak emas. U ilmiy faoliyat, tadqiqotchilik ishlarini ham olib borish kerak. Va bu asarlarni o'rganish muammosi ham mavjud. Bor yuqorida aytgandek, ularni qaysi bir o'zi avangardga kiradi-yu, qaysi bir avangard hisoblanmaydi. Ularni aniqlash, ularning nomlari, yillari, endi juda ko'p san'at asarini o'zini talablari bor, tadqiq etish. Ana shularning ustida jiddiy izlanishlar amalga oshirilmayapti. Nomlari noma'lum bo'lgan asarlar ham bor. Albatta. Nomlari aniq bo'lmagan, xuddi o'sha mana Qo'rboshi portreti yoki ayol portreti yoki shunaqa umumiy nomlar bilan berilib ketadi, lekin ularning ortida real shaxslar, real taqdirlar borligi ko'p holatlarda hisobga olinmaydi. Bobanazarova Marinika davrida juda katta ishlar qilinib, targ'ibotlar, namoyishlar, kataloglar chiqqan, lekin tadqiqot olib borilmagan. Qisman o'rganilgan, endi butunlay tadqiq etilmagan desa noto'g'ri bo'ladi, lekin tizimli ravishda keng ko'lamli tadqiqotlar hali aynan shu kolleksiyani o'rganish bo'yicha amalga oshirildi deb ayta olmaymiz. Kataloglar, asosan kataloglar bilan chegaralangan ma'lum bir tadqiqotlar bor, endi kolleksiyani tizimlashtirish, masalan, bir qismlarga ajratish bo'yicha ishlar amalga oshirilgan, lekin shunga raqamli keng ko'lamli ilmiy izlanishlar amalga oshirilmagan. Buning sababi, asosiy sabablardan biri shundaki, buni ochiq aytish kerak, O'zbekiston san'atshunoslariga muzeylar fondlarida dostуп yo'q. To'g'ridan to'g'ri o'rganish imkoniyati yo'q. Endi turli sabablar keltiriladi, har xil byurokratik to'siqlar bor, ruxsat olish kerak, xat yozish kerak, lekin muammo shundaki, masalan, san'atshunos deylik, o'sha 1920-30-yillarni oladimi, farqi yo'q. 1950-60 yoki 70-80 yillar davrini o'rganaman deydi. Albatta, birinchi navbatda muzey fondlariga murojaat qiladi va ularni ochish, o'rganish bu ulkan muammo, ulkan to'siq hisoblanadi. Chunki ochiq aytish kerak, umuman imkoniyati yo'q. Va mana yana bir ajablantiradigan jihat, mana biz yurtimizda hozirgi kunda raqamlashtirish siyosati juda faol olib borilyapti. Hamma sohalar. Lekin nimagadir san'at, madaniyat sohasida bu narsa oqsayapti yoki umuman yo'q. Men ham topa olmayman ba'zi. Masalan, mana shu tasviriy san'at asarlarini raqamlashtirish masalasida ham jiddiy muammolar bor. Yaxshimi yomonmi, bir necha yil muqaddam goskatalog.uz degan bir sayt tashkil qilingan va o'sha yerda O'zbekiston muzeylari xazinasida saqlangan asarlarni fotolarini topib o'rgansa bo'lardi muzeylarda. To'g'ri, juda ko'p kamchiliklari, qanaqadir xatoliklar, noaniqliklar bor, lekin mutaxassislar uchun har holda oz qotadigan bir sayt edi. Va oxirgi paytda nimagadir hatto shu saytga ham dostуп yo'q. O'sha sayt ham yopilib qoldi. Ya'ni hozir mana o'rganmoqchi bo'lgan odamda hech qanaqa dostуп yo'q. Ya'ni bu asarlarni qanday biz targ'ib qilishimiz mumkin deylik. O'zbekiston Davlat san'at muzeyidagi tasviriy san'at asar agar ularni raqamlashtirish jarayoni hali ham oqsayotgan bo'lsa, endi muzeylarning ichida olib borilayotgan bo'lishi mumkin. Biz endi bilmasligimiz mumkin. Muzey, lekin ilmiy xodimlar. Bu narsa o'sha internet tizimida bo'lmagandan keyin, o'sha goskatalog, o'sha yaxshimi yo'qmi, o'sha saytda oddiy ishga yuritish imkoni bo'lmagandan keyin, albatta bu ularni o'rganish, tadqiq etishda jiddiy muammolarga olib keladi. Uni ikkita misol bilan ustoz ta'riflasa bo'ladi. Misol uchun Eldar aytganidek, haqiqatan ham balki bo'layotgandir, lekin PR oqsayapti, bor yo'qligini biz bilmaymiz. Ikkinchidan oddiy misol, mana bu endi bu nisbatan ommaviy narsa bo'lganligi uchun mana shu allomalar portretlari hamma joyda nusxa qilib ishlatiladi, lekin originali qayerda? Uni muallifi kim, yetarli ma'lumotga ega emasmiz. O'sha Sohibqiron Amir Temur portreti, Beruniy portreti, bularni ya'ni bugun proobraz sifatida ishlatilyapti. Undan hozir ayniqsa mana sun'iy intellekt zamonasida o'shandan andoza olib, uni asosida yaratilyapti, lekin original haqida tayinli ma'lumot yo'q. O'z bilasizmi, faqat san'atda emas, hamma sohada biz tartiblashtirish bosqichidan sakrab o'tib ketdik-da. Ijtimoiy tarmoqlar bosqichiga kelib qoldik. Chunki men ilgari bir 10 yil, sal ko'proq bo'ldi,
10 yil oldin asosan rus, turk internetdan foydalansam, internetni misol keltiryapman. Juda tartibli hamma ma'lumot bor. Masalan, oddiy Wikipedia kirib umumiy ma'lumot topasiz. Maxsus saytlar bor. Masalan, har bir inson bugungimi, o'tmishdagimi tarjimai holi bor. Har bir asarni haqida ma'lumot bor. Har bir tashkilot haqida ma'lumot bor. Shunaqada tartibli. O'sha narsa bizda qilinmadi. Tashabbuslar bo'ldi-yu, aksariyati yo qo'llab-quvvatlanmadi yo chala qolib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlar zamoni boshlanib, ijtimoiy tarmoq tartib yo'q. Har kuni millionlab kontent chiqadi, ertasiga hammasi unutiladi. Topolmaysiz boshqa. Ya'ni mana shunaqa betartib internet zamoniga kelib qoldik. O'sha bosqichda biz yutqizib qo'ydik. Elementar narsalar haqida ma'lumot topolmaymiz. Oddiy o'sha siz aytgan san'at asarlari, mashhur o'zimizni shaharlarda turgan haykallar, ba'zi bir tarixiy shaxslar, ba'zi bir asarlar, kitoblar, ba'zi bir hatto tashkilotlar haqida ma'lumot shunaqa kirib internetdan topolmaysiz. Arxivga borishingiz kerak, yo ko'rgan odam bilan gaplashishingiz kerak, oral history yoki qanaqadir xotiralarni topishingiz kerak. Shu davrda yashab o'tgan odamning xotirasidan. Mana gazeta o'ziga o'xshagan professional nashrlar qidirib topib qanaqadir materiallar qilib turadi. Mana esingizda bo'lsa, Amir Temur haykali haqida juda chiroyli material qilgandi. Muallifi bilan gaplashib. Lekin shu juda achinaman-da. Men o'zim ham ba'zan ma'lumot topolmayman. Qaysi roman qanaqa sharoitda yozilgan? Misol uchun. Endi men o'zimning tomonimdan misol burib ketdim roman deb, lekin umuman juda ko'p sohada ko'ryapman. Demak, hatto o'zimizni san'at asarlarimizni ham to'liq bir ta'rifi yo'q, to'liq bir ma'lumoti yo'q, to'liq tadqiqotlari yo'q. Ajoyib holat. Keyin yana qo'shimcha qiladigan bo'lsam, aynan fondga kirish muammoligi men uchun biroz syurpriz, chunki biz ham endi san'atda emas, boshqa sohada tadqiqot olib borganimiz uchun fondlarga, muzeylarga murojaat qilamiz, arxivlarga boramiz. Kirish mumkin-da, asosan hech bo'lmaganda o'sha yoqda bir ilmiy xodimlar bor va ularni tadqiqotlari tez-tez dunyo yuzini ko'rib turadi. Oddiy misol shu Qatag'on muzeyi. Bu yoqda juda faol bo'lgan bir ustozlarimiz bor. O'tgan sonda yangi tadqiqotlar bilan chiqdilar. Muslimbek Alijonov yangi nashr bilan Bahrom aka Irzayev, ya'ni hech bo'lmaganda o'tirib ish qilinyapti va natijasini bir ilmiy mahsulotni ko'ryapmiz-da. Endi men kutgandimki, san'at sohasida yo kiritiladi, dostуп beriladi chetdagi tadqiqotchilarga yoki muzeydagi tadqiqotchilarning mahsulotlari chiqadi, ilmiy maqolalar, monografiyalar deb o'ylagandim, dissertatsiyalar. Ma'lum bir tadqiqotlar bor, albatta. Asosan, masalan, o'sha biz fondda saqlanayotgan ko'pgina noyob ishlarni faqatgina ko'proq ko'rgazmalar tashkil qilingan holatdagina fonddan chiqariladi. Shu paytda agar ulgursa, biror tadqiqotchi ko'rib, suratga olib qolsa, olib qoldi. Bo'lmasam imkoniyati yo'q. Endi bu yerda nafaqat tasviriy san'at asarlari, amaliy san'at asarlari ham bor. Arxeologiya namunalar. Ularni o'rganish masalasida ham xuddi shunday to'siqlar bor. Ya'ni tadqiqotchilar bor, masalan, Xorazm san'atini, qadimgi Xorazm san'atini o'rganmoqchi yoki o'rta asrli Xorazm san'atini o'rganmoqchi, xuddi shu davrga oid namunalar Sovetskiy muzeyida bor. Lekin ularni o'rganish albatta oson emas. Yana ham o'sha erkin imkoniyati yo'qligi albatta ko'pgina tadqiqotlarni saviyasiga ham ta'sir ko'rsatyapti. Masalan, 1920-30 yillarga oid bir qancha tadqiqotlar amalga oshirildi. Lekin ularning ko'pchiligi ana shu albom kataloglar asosida yozilgan. Ularning hammasi ham masalan bevosita asarlarni ko'rib, kuzatish jarayonida yozilgan deb ayta olmaymiz. Ikkinchi jihat, qaysidir ko'rgazmalarda biz ishlarni ko'ramiz, bu endi mashhur ishlar bo'ladi. Lekin masalan birgina misol Nikolay Qoraxon degan rassom bo'lgan, o'sha 20-30 yillarda faoliyat qilgan. Uni yuzlab asarlari bor. Sovetskiy muzeyida yuzlab asarlari bor.
O'zbekiston davlat san'at muzeyi. Lekin ularni hammasi ham ko'rgazma davomida namoyish etilmaydi. Lekin tadqiqotchi uchun bilasizlar, oddiy eskiz ham, etyud ham, qoralama ish ham muhim. Uni ijodiy evolyutsiyasini ko'rish nuqtai nazari. O'sha jihatdan albatta mana 20-30 yillarni o'rganishda bu do'stim nimaga yana bir muhimki, chalkashliklar ko'p. Chunki bu davrda o'sha muzeylashtirish, asarlarni nimada qabul qilib olish, ularni muzeylarda, fondlarda saqlash bilan albatta jiddiy muammolar bo'lgan. Ana shu nuqtai nazardan juda ko'p rassomlarning ishlari har xil joylarga sochilib ketgan. Aytaylik, bitta asari bir qancha nusxalar bor. Masalan, Usta Mo'minni mo'ynali qalpoq kiygan Sayfi portret degan asar bor. Shuni 3 ta namunasini ko'rdim. 3 ta namunasini ko'rdim. Uchalasi Sovetskiy muzeyida saqlanadi. Endi qaysi bir u avtor original yoki bu avtor muallif tomonidan qaytarilgan ishlar. Yana shunday ko'plab savollar borki, bularning hammasi albatta o'rganilishi uchun birinchi navbatda bevosita ko'rilish kerak bu ishlar, tadqiq etilish kerak. Bundan bir necha yil muqaddam Bahrom Hamdamiy degan o'sha endi u avangard ustasi hisoblanmaydi, lekin Aleksandr Volkov brigadasida bo'lgan, shular bilan hamkorlikda ijod qilgan Usmon Nosir portreti topilgan. 30-yillarga oid Usmon Nosir portreti topilgan va aytganimdek shunday qiziqarli portretlar topilishi mumkin. Mana boya siz allomalar siymasi haqida gapirdinglar. Mana o'sha biz bilgan Alisher Navoiy obrazi ustida izlanishlar qachon boshlangan bilasizlarmi? 30-yillar oxirida. 40-yillar deb o'ylardim. 40-yillarda endi urush boshlangani uchun biroz tanaffus bo'lgan, o'sha birinchi tavla 1939-yilda o'tkazilgan va Navoiy portretini yaratish bo'yicha bir qancha ishlar bor. Xuddi shu Sovetskiy muzeyida juda noyob rasm bor. Georgiy Nikitin o'yqalamagan mavzu 1938-yilda belgilanadi. Endi bu ham shubhali. Shunga qaramay 38-yilga oid juda ajoyib portret bor. U portret shuni tadqiq etish jarayonida men shunday xulosaga keldimki, o'sha Navoiy obrazi Renessans allomalariga xos bir uslubda talqin etilgan. Renessans allomalariga xos bir alloma, qomusiy olim sifatida talqin etilgan. Ekspozitsiyada turadimi? Turadi. Tursa men ko'rgan bo'lishim kerak, eslolmadim. Qizg'ish bir ranglarda edi, qandaydir bir orqasi bilan qaragan holatda noyob tasvirlangan. Va mana qiziq fakti, nima uchun o'sha paytda Georgiy Nikitinni Navoiysi qabul qilinmadi, Qaydalov grafikada ishlangan portreti keyinchalik namuna sifatida qabul qilingan. Mana shu jihatlar ham bor. Ya'ni bu davr o'rganish jarayoni ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni berishi mumkin. Masalan, gap faqat avangard haqida ketayotgani yo'qda. 1920-30-yillarda faqatgina avangard ustalar O'zbekistonda ijod qilmagan. Bu yerda impressionizm ustalari bo'lgan. Pavel Benkov boshchiligida o'ziga xos guruh shakllangan Samarqandda. Prerafaelitlar deydimi ular? Yo'q, bu prerafaelitlar ko'proq Usta Mo'min hamda o'sha davrda yana bir ijodkor O'zbekistonda ijod qilgan Samarqandda Aleksey Yusupov deyiladi. Mana ana shularning ijodi bilan bog'liq. Ular o'sha mumtoz an'analarni sharq san'atidagi va Yevropa uyg'onishlari mumtoz an'analarni uyg'unlashtirib, o'ziga xos mahalliy xalq vakillarini portretlari ishlangan Aleksey Yusupov davri. Bu ham juda qiziq mavzu Aleksey Yusupov ijodi. Nima sababdan? Uni ham nimagadir avangard ustalarning tarkibiga qo'shishadi, lekin ulardan ancha uzoqda bo'lgan. 1915-yilda o'sha Birinchi jahon urushi boshlanganda O'zbekiston hududiga kelgan, Toshkentda yashagan va o'sha 20-yilda me'moriy obidalar restavratsiyasi jarayonida Samarqandga keladi va u tomonidan ishlangan ajoyib seriya bor. O'sha Turkiston obrazlari deyiladi. Bu asarni birgina namunasi bor, Choyxonachi degan. U Sovetskiy muzeyda saqlanadi. Qolgan namunalari masalan hozirda Rossiyani Kiyev muzeyida, o'sha Vasnetsov nomidagi muzeyda saqlanadi. Bu ham ajoyib seriya hisoblanadi. Nima uchun? U yerda o'sha paytda mahalliy Samarqandda yashagan mahalliy xalq vakillarini o'sha ikona san'ati, sharq miniatyurasi hamda uyg'onish davri san'atini uyg'unlashtirilgan holda obrazlari yaratilgan. Mahalliy xalq vakillarini. Juda qiziqarli obrazlar. Va ularning talqin shakli juda qiziqarli. Mana shu asarlar mana ko'rsatadiki,
20-30 yillarda faqatgina avangard ustalar emas, o'ziga xos retrospektivizm tendensiyasi ham bo'lgan. Ya'ni shu mumtoz an'analarga chuqur qiziqish bo'lgan. Shu bilan birga 20-yillar oxirida Pavel Binkov O'zbekistonga keladi. Uni ijodi ta'sirida impressionizm tendensiyasi rivoj topadi. Shu bilan birga ana shu jarayonda mana 30-yillarda biz ko'ramiz, realizm kuchayishni boshladi. Ya'ni 1920-30-yillar O'zbekiston rang tasviri faqatgina avangarddan iborat emas. Albatta salmoqli qismi avangard bilan bog'liq. Lekin butun o'sha davrni faqatgina avangard bilan talqin qilish albatta noto'g'ri yondashuv. Ya'ni hozirgi kunda Binkov ham, Aleksey Yusupov ham hammasini avangard ustalariga aylantirib yuborish jarayoni ko'radi. Va ko'rgazmalarda ham bu narsa ko'zga tashlanadi. Aslida esa bunday emas. Bu tadqiqot jarayonlari buni ko'rsatyapti va bu jihat ni qayd etish zarur. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, bu 20-30 yillarda bizda O'zbekiston hududi nihoyatda boy badiiy jarayonlar kechgan. Va nima uchun biz O'zbekistonda bu narsa yuz berdi? Nima uchun aynan Samarqand, Toshkent shaharlarda bu rassomlar jamlandi? Bu ham tasodif emasdi. Chunki bu shaharlar azaldan o'sha mintaqani madaniy, ilmiy markazlari bo'lgan. Va ko'p rassomlar albatta ana shu shaharlarga intilgan. Ya'ni ana shu faktorni ham biz qayd etishimiz lozim. Ya'ni bu rassomlar albatta sharqdan hayratlanilgan, lekin bu hayrat shunchaki yovvoyi tabiatdan yoki qanaqadir arxaik hayot tarzida emas, yo'q. Chuqur madaniyat, o'sha arxitektura, bizning madaniy merosimiz, amaliy san'atimiz, musiqamiz, liboslarimiz, bularning hammasi bularga juda katta ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Mana shu jihatda har doim hisobga olish lozim. Juda qiziq fikr aytdingiz. Ya'ni hozir endi boshidan bergan ma'lumotlaringizni men bir o'zimcha komponovka qilyapman-da va o'zimga bir xulosa qilyapman. Ya'ni qarang, 20-asrda bir san'at rivojlanyapti bizda. Kommunizm eksporti yoki boshqa deb talqin qilinyapti. Vaholanki baribir ular ham qaysidir ma'noda o'zimizni madaniyat asosiga qurilyapti-da. Ya'ni Samarqandda, Buxoroda, Toshkentda birinchidan bir qadimiy madaniyat, ikkinchidan uning izlari bo'lmaganda shu shaxslar u yoqqa kelib ishlamagan bo'lardi. Buni endi men rassomchilikda emas, masalan, o'zim biroz yaqinroq bo'lgan bir me'morchilik, san'atshunoslik yo'nalishida ko'raman. Buxoroga nihoyatda ko'p tadqiqotchilar borgan. Eng mashhuri Rempel borib qurilish ketyapti, kommunizm qurilishi ketyapti. O'zi ham bir xotiralarida yozadi. Borganimda chang ko'chalar va eski binolarida yil sayin yo'qolib bordi. Shahar zamonaviylashib bordi va ko'rib ulgurib qoldim. O'shani tasvirlab, tadqiq etib ulgurib qoldim deb yozadi-da. Ya'ni o'shani bir tadqiq etishga bir ehtiyoj ham tug'ilganda shu insonlarda. Hozir mana shunaqa parallel Rempelni eslab qoldim-da shunchaki. Qiziq. Albatta mana shu 1920-30-yillar O'zbekiston rang tasvirini bir qimmatli jihatlardan biri ham shu bilan bog'liq. Biz unda o'sha o'tmishimizni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz qaysidir ma'noda qo'ldan boy berib bo'lgan yoki to'liq tasavvurga ega bo'lmagan o'tmishimiz, tarixiy shaxslarimiz muhrlangan. Va ko'p davrda masalan o'sha Aleksandr Volkov ijodini misolda ko'rsak, hamma odamlar o'sha milliy liboslarda, tuyalar, qo'qon aravalar manzarasi o'yladi bu egzotika, rassom shunchaki egzotikani yaratish yo'q, aslida ham shunday manzara bo'lgan. Bu shunday davr bo'lganki, o'sha modernizatsiya va o'tmish an'analari to'qnash kelgan va ma'lum darajada uyg'unlashgan davr hisoblangan. Va ikkinchi yana bir muhim jihat, bu avlod rassomlari 20-30-yil avlod rassomlarida o'sha kommunizmni hali qanchalik katta fojiaga olib kelishi haqida tasavvur bo'lmagan. Ishonch bo'lgan, ma'lum darajada utopiya bo'lgan. Ularni biz san'atida ko'zga tashlanadi bu narsa. Volkov ijodida ham, Nikolay Karaxan ijodida ham utopiya, ya'ni adolatli, baxtli, farovon jamiyat quramiz. Ana shunga ishonch bo'lgan bu rassomlarda. Va albatta bu ishonch
30-yillar ikkinchi yarmida chilparchin qilib sindirilgan. Bu albatta bu rassomlar uchun juda katta zarba bo'lgan bu rassomlar. Ularning orasida birgina O'rol Tansiqboyevgina keyingi davrda o'zini ijodini tiklay olgan 20-asr ikkinchi yarmida. Qolgan ko'pchiligi majbur bo'lgan o'sha katta sahnadan chetga chiqishga, o'zlarining shaxsiy fojialari ham bor. Ammo davr vaqt o'tishi bilan albatta ularning ijodi qayta o'rganib tiklandi. O'sha aytganimdek, yuqorida 1960-yillar oxiridayoq qiziqish boshlanadi o'rganishga va hozirgi kunda ham davom etmoqda. Ya'ni bu hozirgi kunda bu tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish zarur. Buni yana bir sababi shundaki, 1920-30-yillar O'zbekiston rang tasviri bu bizni O'zbekiston rang tasviri rivojining dastlabki bosqichi, shakllanish davri hisoblanadi. Ya'ni ibtidosi. Biz hozirgi O'zbekiston san'atini birinchi davri bosqich hisoblanadi. Biz ibtidoni bilmay turib, u qanday shakllangan, qanaqa izlanishlar bo'lmay, uni anglamay turib, biz keyingi davrlarni tahlil qila olmaymiz. Nima sababdan bizda sotsializm qaror topdi? Ammo shu bilan birga O'zbekiston 20-asr O'zbekiston tasvir san'atini, xususan 21-asr O'zbekiston tasvir san'atini o'rganishni boshlasangiz, har doim ma'lum bir davrlarda 20-30-yillar namoyon bo'lganini ko'rish mumkin. 50-60-yillarda ham, 70-80-yillar, mustaqillik davrida ham juda ko'p rassomlarga bularning ijodi ta'sir ko'rsatdi. Endi nima sababdan bu ta'sir ko'rsatdi? Gap shundaki, rassomlar oldida o'sha davrda 20-30-yillar O'zbekistonga tashrif buyurgan rassomlar oldida o'ziga xos dilema, ya'ni muammo turgan. Qanday qilib Yevropa rang tasvir an'analarini sharq dunyosi bilan uyg'unlashtirish? Qanday qilib sharq dunyosidagi dekorativizm bor, ya'ni ornamental xususiyatni rang tasvir bilan uyg'unlashtirish? Agar rang tasvir dekorativizmga cho'kib ketsa, bu albatta rang tasvir o'zining xususiyatini yo'qotadi. Ana shu muammoni hal etish yo'lida bular juda qiziqarli izlanishlar olib borgan. Mana avangard ustalari monumental dekorativ uslub ishlab chiqishga harakat qilishgan. Retrospektivizmda biz mumtoz an'analarga murojaatda ko'ramiz. Binkov impressionizmini kuzatamiz. Ya'ni turli o'ziga xos izlanishlar bo'lgan. Va bu izlanishlar albatta hozirgi rassomlar uchun ham juda qiziqarli boy manba bo'ladi. Mana yaqinda O'rol Tansiqboyev 120 yiliga bag'ishlanib O'zbekiston tasviriyat galereyasida ko'rgazma ochildi. Bilasizlarmi, o'sha ko'rgazmada ochilishda qatnashish jarayonida bir qancha rassomlar bilan suhbatlashib, ancha tajribali, pedagog sifatida faoliyat yuritgan rassomlar O'rol Tansiqboyev 20-30-yillardagi ijodidan bexabar ekan. Ular faqatgina O'rol Tansiqboyevni peyzaj ustasi sifatida bilishar ekan. Men o'zim ham hayron bo'ldim. Garchi bu haqida juda ko'p gapiriladi, juda ko'p targ'ib qiladi. Demak, shuncha targ'ib qilinishi, gapirilishiga qaramay, hamon hatto rassomlar uchun ham bu davr yangiligiga va men ismlarini aytmayman, qaysi rassomligini, lekin aytib, men O'rol Tansiqboyev bu asarlar men uchun yangilik bo'ldi. Men tasavvur qilmagandim shunday asarlar borligini. Vaholanki haqiqatan bu asarlarni biz o'rganish jarayoni haligacha juda ko'plab qimmatli ma'lumotlarni bizga berish mumkin. Yana bu yerda bitta muhim yo'nalish borki, albatta biz bu asarlarni targ'ib qilishimiz kerak, xalqaro ko'rgazmalar tashkil qilishimiz kerak, tadqiqotlar amalga oshirishimiz kerak. Shu bilan birga 1920-30-yillarga oid ko'plab asarlar Rus muzeylarida saqlanib, boshqa xorij muzeylarida bor. Ularni ham O'zbekistonga olib kelish, namoyish etish masalasida ish olib borilishi lozim. Mana shu jihatdan O'rol Tansiqboyev 120 yiliga bag'ishlab tashkil etilgan ko'rgazma juda yaxshi tajriba bo'ldi deb o'ylayman. Nima sababdan? Bu ko'rgazmada O'zbekiston va Qozog'iston muzeylarida saqlanayotgan O'rol Tansiqboyev ishlari olib keldi. U yerda masalan Sovetskiy muzeyi, O'zbekiston davlat san'at muzeyi, shunday Qozog'iston muzeylaridagi juda noyob ishlar namoyish etildi. Bu albatta bizga birinchi navbatda o'sha rassom ijodini yanada chuqur anglash. Shu bilan birga biz rassomlarning ijodiy merosimiz qanchalik keng, qanchalik boy ekanligini ko'rish imkonini beradi. Bu tajribani albatta kengaytirish kerak, yanada rivojlantirish kerak. Faqatgina namoyish etishimiz kerak emas biz meros, balki chet eldagi merosimizni ham o'zimizga O'zbekistonga olib kelishga harakat qilish zarur deb hisoblayman. Hozirgi gapingizdan o'ylab qoldim. U kolleksiyalarni qanaqadir shaklda ochish faqatgina olimlar uchun emas,
qaysidir ma'noda xalq uchun ham zarur, chunki shunchaki san'atkor bo'lmagan, olim bo'lmagan oddiy o'zbekistonlik vatandoshlarimiz o'zini merosi haqida tasavvurga ega bo'lishi kerak. Yoshlarimiz tafakkurini kengaytirish kerak. To'g'rimi? Masalan, bizda shunaqa san'at asarlari ishlangani va shunaqa merosimiz borligini hamma ham bilmaydi. Milliy san'at desa, ko'pchilik miniatyura deydi. Rishton maktabi, bilmadim, amaliy san'atni eslaydi, lekin balki zamonaviy ba'zi rassomlarni bilish mumkin, lekin mana bunaqa yopiq bosqichlar ham borki, menimcha har bir maktab o'quvchisi tanishib chiqish kerak deb o'ylayman-da. O'zini O'zbekistonning bir madaniy boyligi sifatida bir tanishib chiqsa, o'ziga yangi bilimlar oladi. Dunyoqarashini, tafakkurini kengaytiradi. Menimcha juda katta missiya bu. Mana aslida bu boradagi qadamlar qo'yilgan. Buni ham qayd etish kerak. Faqat muammolar mavjud emas, ma'lum bir ijobiy tendensiyalar bor. Bulardan biri albatta o'sha O'zbekiston madaniy merosi xazinalari jahon to'planmalari degan loyiha ishga tushirilgan. O'sha jarayonida o'sha jahon muzeylarida ko'plab san'at namunalarini, albomlari nashr qilindi va qilinishda davom etyapti. Butun jahon hamjamiyatini kolleksiyalari bor, juda yaxshi. Bu yo'lga qo'yildi. Endi bu albatta katalog shaklida. Endi ularni bevosita namoyish etish, O'zbekistonga olib kelish bu oson ish jarayoni emas. Endi to'g'ri, bu juda ko'plab o'ziga xos talablari, murakkabliklar bor tashkiliy. Lekin buni hal etish iloji bor albatta hozirgi kunda. Va bu yo'lda qadamlar tashlashda davom etish zarur. Mana shu O'rol Tansiqboyev ko'rgazmasi, men o'ylaymanki, juda yaxshi namuna bo'ladi. Ya'ni biz hamkorlik qilishga tayyormiz. Ana shu hamkorlikni albatta rivojlantirish kerak. Ikkinchi taraf, boshqa tomondan mana shu merosimizni o'rganish jarayoni, xususan o'sha tasviriy san'at merosini o'rganish jarayoni bizda jahon badiiy jarayoni, jahon badiiy san'atidagi mavqeyimizni ham ko'tarilishiga xizmat ko'rsatadi. Ya'ni O'zbekistonda haqiqatan ham kuchli san'at maktabi, kuchli tasviriy san'at maktabi mavjud ekanligini isbotlovchi omil ham hisoblanadi. Ana shu jihatdan ham yondashish zarur. Bilasizlarmi, o'sha 1960-yillar oxirida chiqqan Vasiliy Rakitining maqolasida ham shunaqa hayrat hissi bor-da unda ham. Unga ham noma'lum bo'lgan o'sha paytda O'zbekistonda shunaqa rassomlar ijod qilgan va ularni o'rganish jarayonida qayd etadi. Bu o'zbekistonlik avangard ustalarning ijodi rus avangardidan qolishmaydi va ayrim masalalarda hatto originalroq ham deb ataydi va men deydi o'sha 20-30-yillarning ta'sirida milliy maktab alomatlarini ham ko'ryapman deydi. Ya'ni maktab shakllanib bo'lgan degan fikrni ham ilgari suradi. Aytmoqchi bo'lgan fikrim shundayki, albatta bu davr merosi biz uchun muhim. Juda ko'p sabablar tufayli. Shu nuqtai nazardan uni tadqiq etish, targ'ib etish jarayoni jadallashishi zarur. Balki o'sha unutilib, yashirilib, keyin birdan ochilgani uchun ham shov-shuv bo'lib ketgandir Sovetskiy muzeyi. Balki. Hozir bir narsani esladim, uncha balki aloqasi yo'qdir. Ustoz aytdingizki, o'sha davrni bir hayotini muhrlab qo'ygan bu san'at deyapsiz. Mana Sovetskiy muzeyi, undan tashqari Mo'ynoqda ham o'zini muzeyi bor. San'at asarlari joylashtirilgan, ikkita filial bo'lib ishlashadi. Biri shaharda, biri Kemalar qabristonida. U yoqda ham juda ajoyib san'at asarlari borda va bir narsaga e'tibor berganman. Hozir afsuski ismini eslolmayman, balki siz eslarsiz. Orol bo'yida yashab, ijod qilib, Orol dengizi atrofidagi hayotni chizgan ustalarni suratlari borda. Motivasiyan degan rassom bo'lgan. Motivasiyan. Ya'ni Orol hali to'lib toshib turgan paytda odamlarning hayoti qanaqa bo'lgan, Orol qanaqa bo'lgan. Keyin uzun bir rasmam bor edi. Uzun qilib chizilgan o'sha hayot. Bu o'sha Orol tirik bo'lgan paytdagi hayotni ko'rsatuvchi hujjatda faqatgina san'at asari emas, u tarixiy hujjat aslida. To'g'ri.
bir qiziq mavzuni hozir ochdingiz haqiqatan. Mana O'rol Tansiqboyev ijodi biz bilamiz manzara janri. O'sha 20-asr ikkinchi yarmida ustuvorlik qiladi va juda ko'p asarlari mana shu gezlar, suv omborlarining qurilishiga bag'ishlangan asarlar bor. Ya'ni cho'llarni, daryolarni o'zlashtirish jarayoni bo'ladi. Va albatta Sovet davrida juda aktiv amalga oshirilgan. Va rassom albatta hayratga tushadi. Bu asarlarida o'shani ko'lamini, qaysidir ma'noda tabiat bilan uyg'un holatda ko'rsatishga intiladi. Lekin mana bugungi kunda biz shunga guvoh bo'lyapmizki, ana shu irrigatsiya siyosati, to'g'onlar, gezlar qurilish jarayoni oxir-oqibat ekologik fojialarga olib keldi. Daryolarning qurib ketishi, suvli o'zanlarning qisqarishi mana misolda va san'at ana shuni boshlanish nuqtasini ko'rsatadi. Va ustozlarimiz aytadiki, agar O'rol Tansiqboyev mana shu suv daryolarni o'zlashtirish jarayonini mana shunday fojialarga olib kelishini bilganida, ehtimol hech qachon bu asarlarni yaratmagan bo'lardi. Endi yoki boshqacharoq chizar edi. Albatta. Mana shu joyda mana to'g'ri qayd etdingiz, Orol dengizini hozirgi holati bilan u davrdagi holatini qiyoslash imkoniyati bor. Va siz aytgan o'sha motivatsion ismli rassom uchun bu shaxsiy fojiaga aylanadi. Hayotida shaxsiy fojiaga aylanadi, Orol dengizini qurib borishini kuzatadi. Vaziyat shu darajaga yetib boradiki, oxir-oqibat endi dengiz bo'yida ko'p ijod qilgan, boshqa qilgan, oxiri shu ruhiy holatga tushadiki, ma'lumotlar borki, o'sha bochkaga suv to'ldirib, qayiq oqizib, mashina qilib dengizni qumsashni boshlaganlar bo'yicha ham ma'lumotlar bor. Albatta bu ham albatta san'atni qaysidir ma'noda bashoratchilik ehtimol kelajakka bir qarash imkoniyatini beruvchi bir darcha sifatida ham ko'rish imkonini beradi deb o'ylayman. Bir qancha savollar tug'ilyapti. Balki sal boshqa tomonga burib yuborarman. Hozir sal oldinga qaytaman-da. Shunga balki tem tushib ketar, uzr. O'zbek avangardi deyapsiz. Demak, asosan O'zbekistonda yaratilgan bu maktab, bu san'at asarlari, ya'ni butun Markaziy Osiyo emas, ya'ni Qozog'istonda yo Turkmanistonda emas, Qirg'izistonda emas, aynan bizda. Shunoq qilib, u yoqda biz endi juda ko'p san'at namunalarini ko'rganmiz, rasmlarni ko'rganmiz. Mahalliy aholining turmush tarzi ko'rsatiladi unda. Mashg'ulotlar, urf-odatlar, to'ylar bor. Mana shular demak, aynan o'zbek urf-odatlarini aks ettiryapti. Ya'ni ba'zi bir ta'riflarda umumiy Markaziy Osiyo aholisining urf-odati deb ketishadi. Aslida shu O'zbekistonga xos manzaralarda bular, to'g'rimi? Qozog'iston emas, boshqa emas. Albatta, bu yerda bir jihat hisobga olish kerak. 1920-30-yillarda hali chegaralar shartli edi. Va O'zbekiston masalan hududida ijod qilgan rassomlar burada juda ko'p safarlar uyushtirishadi. Tojikistonga ham, Qozog'istonga ham. Endi shu bilan birga masalan turmush tarzi, an'anaviy turmush tarzi hali butunlay yo'q bo'lmagan edi. Masalan shaharda ko'proq o'tiroq aholi, shahar tashqarisida o'sha chorvachilik bilan, ko'chmanchilik bilan shug'ullangan qandaydir aholilar, turmush tarzlari bo'lgan. Mana shu kontrast mavjud bo'lgan 20-30-yillarda hali saqlanib qolgan. Shu jihatdan bu rang-baranglikni ko'rsatadi. Ikkinchi tomondan endi bu faqatgina bizning merosimiz deb chegaralash ma'nosida emas, yo'q. Shunchaki bu O'zbekiston rassomlari ekanligini qayd etishimiz zarur. Aytaylik, to'g'ri, masalan, O'rol Tansiqboyev 20-30-yillardagi ijodida ko'chmanchilarga bag'ishlangan mavzular bor. Masalan, ko'chmanchilarning hayot tarzini aks ettiruvchi. Bu albatta tabiiy jarayon Markaziy Osiyo uchun, chunki biz har doim o'zaro uyg'unlikda yuzma-yuz yashaganmiz. Qandaydir ularning elementlari bizda mavjud bo'lgan, bizning turmush tarzimizga xos elementlar, ya'ni aralash hayot. Shu nuqtai nazardan bu narsalarning mavjudligi ajablanarli emas. Aksincha bu bizni hududni naqadar rang-barangligini, naqadar boyligini ko'rsatadi. Bu yerda ham o'tiroq hayot tarzi, ham ko'chmanchi hayot tarziga xos jihatlar mavjudligini namoyish qiladi. Ikkinchi tarafdan yana bu davrda, ya'ni o'sha chegaralanish amalga oshirilgan bo'lgani bilan ham albatta chegaralar shartli edi.
rassomlar muntazam ravishda safarlar yurishgan. Shunga qaramay badiiy markazlar albatta O'zbekiston hududida bo'lgan. Buni har doim qayd etish zarur. Hozir endi men rassomchilik sohasi vakili bo'lmaganim uchun endi detallar tanishib o'zimcha xulosalar qilishga harakat qilyapman. Qarang, u suratlar chizilgan, keyin bir muddat unutilgan va yo'qolib ketish arafasida bo'lgan paytida ma'lum bir qismi saqlab qolingan, bugungacha yetib kelgan. Bu degani yotgan bir joylarda balki yo'q qilingan bir qismi va o'sha saqlanib qolgani shuncha ko'pda. Demak, tasavvur qiling, o'sha paytda qanaqa qizg'in ijodiy jarayon ketgan-u, yo'qotilgan, yo'q qilingan asarlar ichida balki juda noyoblar ham bo'lgandir. Ehtimol bu yo'qotilgan asarlarni topish ham imkoni bordir. Yana ham bu hammasi ana shu fondlarni o'rganish, nafaqat O'zbekiston miqyosida, balki jahon miqyosida ham bu tadqiqotlar yo'lga qo'yilishi kerak. Ya'ni bizda o'sha jahon muzeylarini to'plamlarini ham agar o'rganish imkoniyati bo'lsa, mana bu yo'nalishda ish olib borilyapti. Bu ham albatta ana shu ko'plab ehtimol yo'qolgan deb o'ylagan yoki biz ma'lumotga ega bo'lgan ishlarni kashf qilish imkonini albatta beradi. Bu borada ma'lum ishlar qilinyapti. Shu bilan birga mana shu asarlarni saqlab qolishda demak shaffoflik kerak muzeylar faoliyatida, fondlar faoliyatida shaffoflik kerak. Bunga erishish yo'li albatta raqamlashtirish hisoblanadi. Raqamlashtirish, ularni elektron nusxalarini saytlarda, o'sha muzey o'zini sahifalarida e'lon qilib borilishi. Mana shu jamoatchilik nazoratini qo'yish imkon. Albatta xalqqa yoki hamma san'atshunoslar u fondda qo'riqlab o'tira olmaydi. Buni ham hisobga olish kerak. Buning uchun albatta raqamlashtirish zarur. Har masalan oddiy narsa, har bir muzey eksponatining o'zini nomeri bo'ladi, KP nomeri. Inventar raqamlari bo'ladi. Ana shu raqamlar hammasi asari hajmi, qanaqa texnikada ishlanganligi haqida ma'lumotlar bo'ladi. Oddiy elementar ma'lumotlar, lekin bu narsa asari pasport hisoblanadi. Nechinchi yilda ishlangan, muallifi kim? Ana shular hammasi haqida imkoniyat agar ma'lumotlar to'liq, to'g'ri ma'lumotlar yuklansa saytlarga, tarmoqlarga, bu narsa o'z-o'zidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish imkonini beradi. Va nafaqat tadqiqot qilish, yuqorida aytganingizdek, ularni asrashga ham yordam beradi. Asrashga va yana bitta tomoni bor. Ustoz, mana misol uchun g'arb mamlakatlarini muzeylariga agar kirilsa, o'sha saytlariga bevosita saytlarda bir qulay funksiyalar bo'ladi va qiziq tomoni shundaki, ba'zi funksiyalar ular tijoriy asnoda yo'lga qo'yiladi va bu ham nazarimda muzeyni deylik fondi uchun bir qo'shimcha mablag' va pul topish vositasi. Deylik, bironta ularni to'plamida saqlanayotgan tasviriy san'at namunasini siz saytga kirib ko'rasiz, u juda yuqori hajmda bo'ladi. Uni deylik sichqoncha bilan hajmini kattalashtirib detallarigacha ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz va ustoz siz aytganingizdek hamma ma'lumot, ya'ni raqami, tavsifi bo'ladi va shu jumladan agarda uni shunchaki ko'chirib bo'lmaydi, ya'ni uni hattoki kompyuterga yuklab olishni ham imkoniyati yo'q, chunki u himoyalangan bo'ladi va buni siz agarda qandaydir bir notijoriy maqsadlarda o'zingizga yuklab olmoqchi bo'lsangiz, ma'lum miqdorda uni xarid qilasiz. Yana bu ham bir yechimda baribir. O'sha tadqiq qilish masalasida aslida rasmlar, san'at asarlari faqatgina san'atshunoslargagina material bermaydi-da. Tarixchilarga ham material beradi, boshqa soha vakillariga ham material beradi, antropologlarga, masalan, Sergey Bashinni nima bir zo'r nimasi bor, maqolasi bor, sovetskaya fotografiya degan, shu oddiy o'zbek qishloqlarida sovet davrida oilaviy fotoalbomlarni o'rganish natijasida O'zbekiston SSRda suratga tushish odatlari qanday o'zgarib borganini tadqiq qilganda, ya'ni ma'lum bir davrda tirjayib tushish urf-odat bo'lgan, o'sha yorqin kelajak sari ketyapmiz, Sovet o'lkasi deb kulib tushishgan, qayerdadir endi biroz tabiiyroq, realistikroq o'tirib tushishgan,
to'y ma'rakalarda yoki Uyalibroq. keyin suratda albatta ota oila markazida tepasida bolalar turibdi shunaqa zo'r tadqiqot chiqqanda shoyat masalan san'atshunoslar bilan antropologlar o'tirib rassomchilik bo'yicha ham zo'r narsalar chiqarsa bo'ladi deb o'ylayman. Mana bir rassom bor, Leon Bo'ray degan, Samarqandda yashab ijod qilgan. Inqilobdan oldingi davrda o'sha yerda tug'ilib, faoliyat yuritgan. Va ana shu rassom asarlari, ayniqsa 20-30-yildagi asarlari ko'proq endi realistik uslubda ishlangan, me'moriy peyzajlar hisoblanadi, Samarqand obidalarini. Va hozirgi kunda bu o'sha ishlarni men restavratorlarga, arxitektorlarga ko'rganimda quvonib ketishadi. Nimaga? Chunki juda katta ma'lumot olishadi bu asarlardan. Ya'ni tasavvur qiling, o'sha davrda 20-asr boshida bu obidalar qanday holatda saqlangan? O'sha koshinini tasviri, minoralarning holati, hammasi haqida batafsil ma'lumot olish imkoni bor. To'g'ri aytdingiz, bu narsa albatta o'sha fanlar aro yondashuv talab etadi. Ya'ni turli fanlar, nafaqat tarixchilar, nafaqat san'atshunoslar o'zini tadqiqotlari natijalarini agar biz uyg'unlashtirsak, bu bizga ham, san'atshunoslarga ham va boshqa yo'nalishlarda tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchilar uchun ham juda katta manba beradi. Va ko'p jihatdan yana ham o'sha ilmiy tadqiqotlarimizni mustahkamlashga yordam beradi deb o'ylayman. Menimcha bizni tinglovchilarimiz endi juda qiziquvchan tinglovchilarimiz bor, lekin aynan tasviriy san'at biroz notanishroq bo'lsa kerak. Menimcha birinchi marta o'zi bu mavzuda suhbat qilyapmiz. Shuning uchun ba'zi bir tinglovchilarimizda tug'ilishi mumkin bo'lgan savol men o'zimcha o'ylayapman. Xo'p, ahamiyati qanaqa degan. Aslida shu haqida gaplashdik-ku. Shu tinglovchilarimizga mana bunaqa tushuntirsak bo'ladimi ustoz? Ya'ni biz hozir gapirayotgan san'at asarlari ular shunchaki bir rassom chizdi ketdi emas. Xuddi biz boshqa yo'nalishdagi masalan adabiyot, ilm-fan, boshqa sohalarda yaratilgan narsalarni qadrlaganimizda ular bizni fikrlashimizga, hayotimizga ta'sir o'tkazganday, u ham bizga ta'sir o'tkazadi desakda, ya'ni quruq muzeyda turgan rasm emas, bizni hayotimizni aks ettiradi, dunyoqarashimizni shakllantiradi va merosimizni bir katta qismi, rostdan bir jahonshumul bir ahamiyatga ega narsa, ya'ni bizda madaniyat faqat birinchi, ikkinchi renessansda emas, keyin ham bo'lgan, yaxshi narsalar bo'lgan, biz yetarlicha o'rganmaganmiz desak bo'ladimi? Desak bo'ladi albatta. Va yana bu yerda tasviriy san'atda shunday spesifikasi bor. Masalan, adabiyot u yaratilgan tilda o'qiydigan odamlar uchun yaratiladi. O'sha tilda yaratilgan odam uni mukammal darajada tushunadi. Ammo tasviriy san'atda tili umuminson, ya'ni universal til. Rassom aks ettirgan obraz, lavha yoki murojaat qilgan mavzu uni tarjima qilish shart emas. Ya'ni vizual tili bor. Ana shu vizual til yuqorida aytganimdek butun jahon xalqlariga tushunarli. Uni tarjima qil, uni qayta o'zgartirish shart emas. Uni, ya'ni haqiqiy tasviriy san'at tili bu umuminsoniy til. Shu jihatdan albatta tasviriy san'at asarlari, avvalo masalan agar O'zbekiston tasviriy san'at asarlarini misol beradigan bo'lsak, bu bizda o'ziga xos jahon bilan, o'zimiz bilan birinchi navbatda va jahon bilan muloqot yo'limiz. Bizni san'at, masalan, o'zbek kim bo'lgan degan savolga agar javob beradigan bo'lsak, marhamat, Rahim Ahmedov portretlarini tomosha qilinglar. Ro'zi Choriyeva portretlarini, mana o'zbek kim bu. Unga ming xil ta'riflar berishimiz mumkin. She'rlar, ular ham o'z o'rni bor, lekin uni bevosita ko'zi bilan ko'rsa, Ro'zi Choriyeva qahramonlarini, Rahim Ahmedov qahramonlarini, Abdulhaq Abdullayev obrazlarini mana qanday tasavvur oladi. Yoki biz ajdodlarimiz kim bo'lgan? Alisher Navoiy portreti Abdulhaq Abdullayevga tegishli. Yoki Ikkinchi jahon urushida o'zbek xalqi ko'rsatgan qahramonlikka
jang maydonlarida namoyish qilish shart emas. O'sha ona o'ylari asari bor Rahim Ahmedov va ana shu asarni o'zida o'sha ayol siymosi da butun xalq dardi fojiasi aks etgan. Ya'ni buni ko'rish o'ziyoq o'sha tariximiz haqida, bizni millatimizni madaniyati haqida o'zi gapiradigan asarlar. Shu jihatdan ham tasviriy san'atda muxlislari jahonda juda ko'p. Shuning uchun ham masalan 1920-30-yillar O'zbekiston rantasiga butun dunyoda qiziqish bor. Chunki uni tarjima qilish shart emas, uni qandaydir qayta bir ularga moslashtirish shart emas. San'atni tushungan, badiiy estetikasi bor odam albatta bu asarlar durdona asar ekanligini his qiladi. Tabiiyki, bu o'rinda san'atni tushunmagan, badiiy estetikasi yuqori bo'lmagan odamga befoyda asarlarni ko'rsatish. Shunaqa ba'zida men duch kelaman, o'sha 1920-30-yillar avangardini ko'rgan ba'zi hatto ziyoli olim odamlar bu asarlar meni bolalarim ham chiza qiladi-ku deydi. Ko'p. Keyin men aytkim keladi, qani o'sha bu asarlarni menga bering, men sotaman bu ishlarni degan aytkim keladi. Ammo ana shu san'atni ba'zida tushunmaslik, tasviriy san'atni tushunmaslik shunaqa xulosaga olib keladi. Yoki nima uchundir bizada ko'p holatlarda naturalizm yaxshi ko'rishadi. Portretmi shu holigacha o'g'ri bormi, peshonasida chiziqqacha aks etish kerak. Fotosurat bo'lishi kerak. Baraka topib ko'riladi. Agar portret ishlagan odamning o'zini qaytarsa, u portret kerak emas, fotografiya bor-ku. Portret odamning ichki ma'naviyatini ko'rsatadi. Uni shunaqa nuqtada muhrlaydiki, uni ko'rgan odam o'zidan qanday ma'naviy oziqa oladi. Masalan, o'sha ona o'ylari asari bor, Rahim Ahmedov. Juda keksa ayol timsolini ko'ramiz. Lekin aslida u keksa ayol emas. Nisbatan yosh. Ammo o'sha hayot tashvishlari, armonlari u ayolni shunaqa holatga solib qo'yganki, unda keksayish holati kuzatiladi. Buni rassom ilg'ay olishi kerak. Mana shu oralig'. Endi bitta portret misolida xuddi shunday, masalan biz ko'rgan tabiat manzaralari bor, Sulton Siqboyev maqolamiga mansub. Albatta bular hammasi rassom ko'zi bilan anglangan go'zallik. Bu o'sha to'g'ri muhrlangan go'zallik emas. Bir kishining nuqtai nazari. Albatta. Ana shu nuqtai nazardan qarash kerakki, xuddi shunday, buni ma'lum chizoqlar deyish mumkin, lekin agar uni nevarasi ham shunday asar ishlay olganda, unda biz bu asarlarni o'rganmagan bo'lardik, muzeylarda saqlanmagan bo'lardik. Shu nuqtai nazardan albatta tasviriy san'atni, albatta san'at turlari orasida o'zining alohida o'rni bor. Bir mashhur sovet kinosi bor-ku. Gruziyaga borib, o'shoqdan Gurji vinosini sotib olaman deydi-da, kirib mana sotuvchidan so'raydi-da. Menga bering, Kinzmarauli bering deydi. Mana deb bochkadan quyib beradi. Keyin aytadiki, Aladasturidan ham bering. Nomli shartli hozir ismi kelgani. Uni ham shu bochkadan quyib beradi-da. Aladasturi bilan Kinzmarauli bitta bochkadanmi desa, ha deydi. Oti boshqacha-ku desa, shuni etiketkasini olib, mana senga kerakli deb yopishtirib beradi-da. Keyin qanaqasiga bitta bochkadan desa, aytadi, otini o'qib, "Дорогой, vino не надо читать, vino надо пить" deydi-da. Nimaga esladim buni? Men mutlaqo tushunmasdim tasviriy san'atni. Hozir ham tushunmayman aslida. Lekin qiziqardim-da, turli uslublar bor-ku. Endi ustoz aytgandaqa fotografik darajada chizilsa hamma tushunadi, ko'rib maza qiladi. Lekin chaplab tashlangani bor, kubizm bor, boshqasi bor, bir boshqacharoq chizilganlari bor-ku. Rosa qarardim, mutlaq tushunmasdim-da. O'shanda bir tushunadigan odamdan so'ragandim. Qanoq tushunyapsan? Nima demoqchi bu yoqda rassom desa, buni tushunish shart emas. Shunchaki tomosha qil, zavqlan deganda. Shundan beri tushunmasam ham ko'rib zavqlanishga harakat qilaman va ancha zavqlanaman. To'g'risini aytish kerak. Masalan, endi
juda u darajada xilma-xil uslubni bilmasam ham, lekin har qalay o'sha ustoz aytgan quruq realizmdan uzilganman. Tasviriy san'atni baholashda masalan menga juda yoqadi. Impressionizm yo'nalishi deydi. Xira qilib shahar, Parij tasvirini chizishgan. Tramvay, odamlar, yomg'ir, daraxt. Xira, ba'zilar ko'rsa bolam chizgan deydi. Lekin unda fakt yo'q, shaharni aniq tasviri yo'q, unda tuyg'u borda qanaqadir. Ruhiy holat. Kayfiyat. O'shani ko'rib juda ham mazza qilaman. Qayta ko'raman-da. Shu yomg'ir yog'yapti, xira hamma joy. Shunga menda tasviriy san'at haqida tushuncha kam bo'lgan bilan, lekin qiziqish bor va hurmat bor. Shu tushunmaslik bilan bog'liq yana bir qiziq voqea bor. Pablo Pikassoni oldiga bir do'sti kiradida, ustaxonasiga. Picasso kubizmni ijod qilgan. Har xil o'sha shakllarni sindirilgan, deformatsiyaga uchragan asarlarni qaraydi. Pablo aytadi: "Sen meni do'stimsan, lekin rostini aytaman. Men sening asarlaringni tushunmayman." Keyin u do'stiga qarab aytadi: "Do'stim," deydi. "Sen Xitoy tilini tushunmaysan. Lekin bu degani Xitoy tili mavjud emas degani emas." Men siz bitta sir ochaman, ba'zi biz san'atshunoslar ham ayrim rassomlarning ijodini, ayrim san'at asarlarini tushunmasligimiz mumkin. Vaqt o'tishi bilan aksincha bu asarlar keyin yana qattiq o'zini qimmatini topadi. Xuddi shu narsani biz 1920-30-yillar O'zbekiston avangardi misolida ko'rishimiz mumkin. Tushunmaslik bor edi. 30-yillar ikkinchi yarmiga kelib bu asarlarni rad etish, bularni har xil tanqidiy munosabat bildirish, namoyish etishmas. Lekin mana qaranglarki, shu asarlarda haqiqatan haqiqiy san'at ruhi bor ekanki, qimmati bor ekanki, oradan yillar o'tib bu asarlar yana o'zini qadrini topdi, qimmatini topdi va bugungi kunda yana ko'plab tomoshabinlar, muxlislarning e'tiborini tortyapti. Demak, tushunmaslik bu muammo emas ekan. Shunaqa. Tushunmaslik muammo emas ekan. Tushunmaslik bu o'sha tushunmayotgan odamning muammosi. Shunaqa. Rassommi yo ijodkorning muammosi emas. Aynan Turkiston yoki O'zbekiston avangardi haqida bir qisqacha hozir suhbatdan shakllangan xulosamni aytadigan bo'lsam, bir qiziq jihat bor. O'zbekistonda afsuski yaxshi muzey kam. Masalan, hatto O'zbekiston davlat tarixi muzeyi, asosiy tariximizni ko'rsatadigan muzeyga kirsam ham biroz hafsalampir bo'lib chiqadi-da. Juda men kutgandaqa miqyos yo'q u yerda. Toshkent muzeyi tashkil qilindi. Bu davlat tarix muzeyidagini bir qismini olib chiqishgan. Hatto Amir Temuriylar davlat tarix muzeyi ham unchalik emas. Meni fikrim. Shunday. Juda hafsalampir bo'ladi ko'p muzeylardan. Lekin san'at muzeylarida maza qilaman. Nukusga borganda albatta Savitskiyga kirishga harakat qilaman. Juda boshqacha muhit bor, juda yaxshi. Keyin qolaversa mana o'zimizni ustoz aytgan san'at muzeyiga borganda juda hayron qolganman. Bir g'arb muzeylariga kirib qolgandek bo'lganman. Nihoyatda boy kolleksiya, juda xilma-xilda tasavvurimni o'zgartirib o'rgandi. Bizni o'sha merosimiz haqida shunaqa narsalar bor ekan. Buni albatta hozir aytilgan hamma jihatlari bor. Saqlash, tanitish, o'rganish, shular bilan hammasi bilan shug'ullanish kerak deb o'ylayman. Zo'r natijalar chiqadi deb o'ylayman. Ya'ni biz bilmagan san'at asarlari chiqish bilan birga o'sha ma'lum san'at asarlarining boshqa qirralari, tarixidagi bir o'ziga xos jihatlari ochilsa, bu umumiy bizning tasavvurimizni, tariximiz haqidagi tushunchalarimizni ham boyitishi kerak deb o'ylayman. Darhaqiqat. Endi hozir Eldor aka an'anaga muvofiq bir filmdan zo'r misol keltirdilar. Yana mana shu san'atni tushunish, anglash, his etish bobida bir yaxshi film bor, nisbatan yangi 1+1 filmi. O'sha Nogiron boy fransuz bilan uni haligi yordamchisi o'sha yerda bir zo'r sahna bor. Haligi ko'rgazmaga borganda
qizil sachratilgan qon bo'ladi. qon bo'ladi. O'shanda zo'r gap aytadiki, qancha bu narxi desa, shartli ravishda endi hozir raqam esimda yo'q, 11 ming yo 111 ming dollar dedim. Desa, shungami dedi, rassomi burnidan qoni kelib shuni chaplab yubordi, shuncha pul so'rayaptimi dedi va yana xuddi shu filmda adashmasam Nibelunglar o'ziga operasiga boradi, sahnaga daraxt chiqib keladi. Endi odam o'ynagan, o'shanda zo'r gap aytadi. Bu daraxt qo'shiq aytyapti. Tag'in nemis tilida deydi. Xuddi shunaqa narsada. Lekin umuman olganda Eldar aka har podkastlarda, bevosita mana san'atga oid bo'lgan podkastlarda yaxshi gap aytadilar. Biz faqat tarixiy podkast emasmiz, biz ijtimoiy gumanitar fanlarni qamrab oladigan va mana shu narsani o'zimizga maqsad qilgan loyihamiz va bugun o'zimizga xos mana shu podkast to'plamimizga bir yaxshi suhbatni tashkil qila oldik deb o'ylaymiz va bugun biz muammolarni yoritdik, san'atni o'sha ustozsiz yordamingizda ichkaridan his qilishga harakat qilib ko'rdik. Qolaversa mana tarix bilan bog'liqlik jihati yana bir maishiy narsada yaxshi bilinadi. Agar bugungi kunda qidiruv tarmog'iga ma'lum tarixiy davr haqida so'rg'u bersangiz, birinchi navbatda yo xarita chiqadi yoki o'sha davrga oid miniatyura, gobelen yoki qanaqadir san'at namunalari chiqadi. Bu ham tabiiyki san'atni tarix bilan bog'liqligini juda yaxshi bir ifodalaydigan misol deb o'ylayman. Bugungi kunda san'at yo'nalishida talaygina ishlar olib borilyapti. Bu narsani inkor qilib bo'lmaydi. Mana shaxsan mani quvontirgan yangiliklardan biri bu mana yaqinda prezidentimizni O'zbekiston Milliy muzeyini tamal toshini qo'ygani Xalqlar do'stligi maydonida. Menimcha bu juda ham katta loyiha bo'ladi. Adashmasam bu yerga yaponiyalik me'morlar jalb qilingan. Har qalay juda katta demak ishlarni kutyapman bu borada va tariximiz, san'atimiz, madaniyatimiz bu kabi muzeylarga arziydi. Buni ochiqchasiga aytish kerak. Ustoz, bilimlar uchun, tashrif uchun vaqt ajratib o'tovimizga tashrif buyurganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. An'anaga muvofiq tinglovchilarimizga so'z so'ngida yuzlanaman. Agarda bugungi suhbatimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bizni yoqtiruv tugmasi bilan dastaklang va albatta izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Mana shu nuqtada men bugungi qurultoyimizni yopiq deb e'lon qilaman. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar. Zerrin zerre şan sözlegen